Qizlajonlar Saodat mana bunaqa podarочный qilib beryaptilar. Skidkada zo'r narxda olsanglar bo'ladi ulardan. Men bu atram My Way hidi bilan birga bir, faqat oddiy atir sepsanglar, oddiy ta'sir qilsa, bu feromonli, ya'ni eringlarni kelishiga sevib olsanglar, umuman boshqacha narsa. Xullas ishlatib ko'rsanglar bilasizlar, munosabatingizga zo'r ta'sir qiladi. Ishoninglar. Mana bunaqa shimmerlari ham bor. Buni endi bleska ko'rinadimi yo'qmi bilmayman. Videoda juda ham bleski zo'r. Badaninglar yaltirab turadi. Hidi ham bomba bo'ladi. Eng asosiysi, kim umraga ketayotgan bo'lsa, mana bunaqa oqartiruvchi krem olinglar. Avvalambor tizzalarga, tirsaklarga zo'r, ibodat vaqtida bilasizlar qorayadi. Undan tashqari o'zingizlarda, misol intim zonalarda yoki podmышкада qoraygan kimda shunaqa muammo bo'lsa, unga ham ishlatsanglar bo'ladi. Men asosan bunaqa kremlarni umraga tayyorgarlik jarayonida tizzam uchun olaman. Saodatdan topasiz. Qizlar bilan hozir talashdik mana bu narsalarni. Instagramda rosa chiqdi-yu, feromon yo'q narsa deb bo'lmagan gap. Feromon bor narsa, har bitta insonni chunki o'zini hidi bor. Mana bunaqa feromonli narsalar odamga boshqacha ta'sir qiladi. Qarochi, bu narsani ichida hozir bu afrodiziak hisoblanar ekan, ya'ni davolaydigan ham narsalar bor, farmatsevtik narsasi bor ichida. O'simliklarning ham narsalari bor, daraxtlardan ham qo'shilganda, xullas jasmin bor, jinshen bor ichida. Nima edi yana? Maka ildizi bor, sandal bor. Вообще zo'r. Qarochi, mamani hidi Diavolskaya intriga bilan birga bir ekan. Вообще мощный. Hozir qizlar bilan oldik. Pioneer Love by Saodatdan topsanglar bo'ladi. Narxi ham cho'tki. Buni surganinglarda badaninglarda umuman boshqacha keladi. Ayniqsa yoringlarga, ya'ni erkak kishiga bu boshqacha ta'sir qiladigan narsa. Xullas kalom, bitta olib ishlatib ko'rsanglar, o'zingizlar keyin menga yozasizlar.